bugunga kelib Sogdiana klinikasida yangi yo'nalishlar dermatolog, trixolog, endokrinolog, gastroenterologlar o'z qabullarini boshladi. Bundan tashqari bugungi kunda lazerli operatsiya va laparoskopik operatsiyalar davom etmoqda. Xususan xirurgiya, ginekologiya, urologiya va lor sohalari bo'yicha yangi zamonaviy operatsiyalar olib borilmoqda. Yulduz Zokirovna, akusher-ginekolog, reproduktolog, kolposkopist, endilikda ish faoliyatimni Qarshi shahrida joylashgan Sogdiana klinikasida davom ettirmoqdaman. Bizda ginekologik kasalliklarning diagnostikasi va davolash, homiladorlikni rejalashtirish va uni to'g'ri olib borish, profilaktik ginekologik ko'riklar mavjud. Sogdiana klinikasi ayollar salomatligi ishonchli qo'llarda.